Dunyodagi eng qimmat aviachipta qancha turishini bilasizmi? Siz hozir eshitadigan narx sizga ishonmasligingiz darajasida g'alati tuyuladi. Dunyodagi eng qimmat parvoz Etihad Airways taklif qiladi. Bu sayohatning narxi $80,500. Bu ultra lyuks reys Londondan Melburnga va qayta amalga oshiriladi. Airbus A380 samolyotidagi parvoz umumiy hisobda 22 soatdan ortiq davom etadi. Bilet nima beradi deysizmi? Birinchi klass lounge zonasi, aeroportga kirish paytidan, alohida ro'yxatdan o'tish, samolyotga VIP avtobusda hammadan keyin va alohida olib boriladi. Samolyotga chiqqaningizdan keyin esa sizga yuqori palubadagi yakka-yu yagona lyuks nomer, mehmonxona stilidagi gastinitsa, alohida yotoqxona, o'zingizga tegishli vanna xonasi kutadi. VIP yo'lovchiga esa shaxsiy xizmatkor, o'ziga xos shef-power ovqatni samolyotni o'zida tayyorlab beradi. Narx ichiga yana bepul bagaj, port xizmatlari, alohida e'tibor va maksimal komfort ham kiradi. Bu parvoz haqiqiy millionerlar uchun tayyorlanganligi sezilib turadi. Endi savol, agar sizda imkoniyat bo'lsa, shunday $80,000 ga lyuks reysda uchgan bo'larmidingiz yoki bu pulga boshqa narsa sotib olgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.